Bizi o'sha reklama agentligimizda 2022-yilda o'sha jahon chempionati futbol bo'yicha bo'layotgan paytda Lustra magazini reklamalar bilan shug'ullanayotgandik. O'sha reklama har xil postlar yasab berayotgandik. O'sha internetga qo'yish uchun, Telegram, Instagramda uchun xullas videolarga olib tashlab berishardi. Biz videolarni chiroyli qilib, montaj qilib, boshqa qilib so'zlar qo'yib, tayyor qilib o'sha anaqalarga, tarmoqlar uchun tayyorlab berardik. O'shani bitta kontent tayyorlaganmiz, aynan o'sha futbol bo'layotgani uchun shunaqa g'oya kelib qolgan. O'sha bitta kartinka qilganmiz, video ham emas, kartinkada o'sha maydon, odamlar emas, просто maydon kopto turibdi. O'sha koptoda o'sha 2022 futbol o'sha jahon chempionatining o'sha anaqasi emblemasi tushirilgan. 2022 Qatar shunaqa deb yozilgan edi. Bundoq bo'lib bir chekkasiga kartinkani bundoq bo'lib bir chekkasiga o'sha Lustrani brendini, logotipini qo'yib qo'yganmiz. Lustrani o'zi emas. U yoqqa ikki og'iz ko'p ham so'z yozmaganmiz, u yerda maqtab boshqa emas. Ikki og'iz so'z yozganmiz. Endi unda chempionat endi boshlangan edi. Shunda biz yozganmizki, bu safargi chempionatda kim chempion bo'lishini biz bilmaymiz. Lekin Lustralar ichida mana shu falon brendli Lustralar chempionligini bilamiz. deb murojaat uchun o'sha nomerlari, adreslari, boshqa o'sha do'konni yozib qo'yganimiz bo'ldi. Keyin biz baribir endi har bitta nimani o'sha Instagramga qo'yilgandan keyin analiz qilamiz-ku, qancha ko'rildi. Ishonsangiz, Lustralarni endi zo'r olgan, chiroyli muzikalar bilan qo'ygan o'sha kontentlarimiz ular ham ko'rilgan, lekin mana shu oddiy bitta foto kontent deyiladi. Mana shu kartinkali o'sha ikki og'iz so'zdan iborat mana shu narsa, shu reklamniy post to'g'rirog'i eng ko'p ko'rilgan bo'lib chiqdi. Bu bilan nima demoqchiman? Reklamada bari eng asosiysi o'sha odamlarning e'tiborini tortadigan bir anaqadir kreativniy bo'lish kerak deb o'ylayman-da. Chunki hamma ham bari o'sha klassikaga murojaat qiladi. Qaysidir nima mahsulot sotayotgan yoki ishlab chiqaradigan bo'lsa, o'sha mahsulotni olish kerak deb hisoblashadi. Aslida bu juda ham unaqa to'g'ri fikr emas. Misol uchun siz o'sha media reklama olasizmi, kontentini yoki ko'chada o'sha turadigan banner uchun reklamami, boshqami o'tda обязательно sizning mahsulotingiz ko'rsatilgan va bir nimalar yozilgan bo'lishi ham shart emas. Umuman boshqa narsani yozib, tegida o'sha sizning mahsulotingizni bir kichkina qilib, logotipini даже rasmiy logotipini qo'yib, ikki og'iz so'z bilan agar sizga falon narsa kerak bo'lsa, mana menga murojaat qiling deb yozib qo'ysa ham bo'laveradi. Masalan, mebel ishlab chiqaradiganlar ham masalanda обязательно shart emas o'sha qilgan videolarni rasmi yo videosini qo'yishdi. Shart emas. O'tda bir kreativniy narsani qo'yib turib, fokus o'sha qaratib yorib, bir chekkasida sekin yo'naltirib qo'yish kerak. Sizga agar zo'r mebel kerak bo'lsa, mana shu nomerga telefon qiling. Bo'ldi. O'sha brendning nomi bo'ldi. Ortiqcha narsa kerak emas. Bu narsalar ishoning menga chem o'sha mebelni ko'rib, boshqa qilib qo'yib rasmlarni unaqa mebel, bunaqa mebel, yumshoq, qattiq, oshxona mebel, falon mebel deb tekstlarni yozib boshqa qilib qo'ygandan yaxshi ishlaydi shu narsa bor, men aytayotgan variant. 100% yaxshi ishlaydi. Nimaga? Chunki bu to'lib ketganda bunaqa narsalar, bunaqa klassik hamma shunaqa qiladi. Siz shunaqa qiling, hech kim qilmagan bir neobычный qilingki, g'oya hamda yaxshi o'ylanish kerak, shu yeydigan bo'lish kerak. Odamlar e'tiborini tortadigan bo'lish kerak. O'sha payt masalan biron bir so'z, gap, bir nimalar trendga chiqib turgan bo'lsa, o'shandan foydalanib qilsa bo'ladi. O'shani o'zida o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'ysiz, o'sha hashtaglar bilan belgilaysiz, o'sha narsa rekka chiqib ketadi. Ko'p odam prosmotr, sizga ko'p odam bilish kerak. Bo'ldi. Sekin ukazat qilib qo'yasiz, o'sha o'zingiz mahsulotingizga bo'ldi. Shunaqa.